Mana shu plastmassadan kelayotgan topish uchun 5 kishi ovora bo'ldik o'zi ham. Xudoga shukr topdik. Bor ekan, kam yo'q narsa emas ekan-u, menga kelganda o'zi shunaqa yo tugab qoladi, yo qimmat bo'lib ketadi, yo zavoddan chiqib qoladi. Endi assalomu alaykum. Buni joylab oldik. Endi menimcha sinmasa kerak, tushib ketmasa kerak. Oshiqchalik qilar ekan. Oshiqchalik qilganda mana kesib tashalar ekan bu narsasi. Endi assalomu alaykum. Shu uchlar bilan terib olsak, menimcha yiqilib ketmasa kerak. Ayyo, yiqilmaydi ekan. Yoqib qo'yganda. Xudo xolasa. Yiqilmaydi ekan. Kun birdaniga sovib ketdimi bilmadim. Tovuqlarimda patera ko'payib ketib qoldi. Shunga klyonkalar olib keldilar yo'la, ko'p kinnagina qilib. Mana shu fermani hozir endi xudo xolasa uzunasiga oldidan, yonidan, ichkaridan o'nada tovuq kata qilib qo'yganman, tovuq kataydi. Klyonka bilan to'sish kerak ekan. Katta ehtimol shu sovuqda deb issiq sovuq bo'lib o'lyapti. Ko'pchilik ham yozyapti, o'z-o'zi o'lib qolyapti deb. O'zimni ham kuzatilyapti akalarim shunaqa. Katta ehtimol sovuqdan shekillik, chunki yemoq, ichmoqlari hammasi zo'r. Nasib bo'lsa bitta zo'r qilib o'rashlarda bitta tovuq katak ketdi, отдельно bitta tema qilmoqchiman. Nasib bo'lsa bo'lishaman. Tavsiya shu sovuqdan saqlanish uchun albatta o'rab qo'yish kerak ekan. Baribir ehtiyotini olish kerak-da, u parranda baribir tili yo'q.